Hürmetlik vatandaşımızga dikkat kılın. Hürmetlik Turan efendi deysiz ki, kündü sözlüsünüz banmamdı deysiz ki, şunda kılgın vakitim, bir dakika vakitim bekar ötküzgüm yok. Diken şaraitim yer vermeydi beni keşiren Turan efendi. Andiki mavzu mundak. Amerika Jungo avval bulup yeni uruş meydanına kirip geldi. Mavzulu haber 12 yani 20 gün torbiti ilan kılındı. Haber mundak baştan. Amerika Deniz Armiyası Bilaudit belgilik deniz ölçeş parxotunun adamsız su astı üskünesi Jungo'nun janubunu Jungo'nun janubunu kutkuzuş 510 belgilik parxotu tarafından oğurlap ketildi. Jungo oğurlap ketkenligini itiraf kıldı şoňunda oğurlap ketildi. Prezident Trump oğru dedi, men bir yerde oğur dedim, Jungo tarafından oğurlap ketildi. Bu iş Amerika bilen Jungo'nun çekleş karıştırış, baş götürüş karıştırış, köreş münasebetlerinin yeni körünüşü bulup kaldı. Çekleş, Amerika Jungo'nu çekleş, Jungo çekleş karıştırış. Jungo baş götürüş, Amerika Jungo'nun baş götürüşü karıştırıştan ibaret münasebetlerde bu ahval yeni bir körünüş bulup kaldı. Beijing vakti 2016 yılı 12. ayının 20. günü Jungo taraf bu deniz asla adamsız üskününü Amerika tarafı kaytırıp verdi. Şunun bilen vaqa bir mezgil pasaygendek oldu. Lekin çoğun devletler oturusida bir kötürülüp, bir pasayitip turishni ait enik ki taraflardan körüp algılı bulundu. Çoğun devletler oturuski münasebetlerde kurashdan bir pasayip, bir kötürülüp turishini işki oturdu körüp algılı bulundu. Jungo, Amerika'nın universal devlet gücü ve harbiy gücünün sansipet özgürüşü hem de iki taraftan diplomatik münasebetler hareketinin hazırlığı taliti allakaçan enikleşişe başladı. Bulup mu özgürüş koç bilen izleniş, iş hareketini mölçerligili bolmaydıgan Prezident Trump resmi vazifeye oltırgandan keyin bu vaziyetni özgertiş mümkün bolmaydı. Bu qatam Amerika bilen Jungo'nun aldınqı septe yeni harbiy elişiş vaqalarından körüvelişke boludy ki devlet güçü, harbiy koç, ideologiya, diplomatiyadan başka Amerika bilen Jungo'nun köreş münasebetlerinde yoşurun bir sep mevcuttur. Bu yoşurun sep ayrım malda matbuat körüşü, adliye körüşü, adamsız ayrıpılan ve adamsız suğu çök küçüğü esvapla sahasıda elişiş, koç senişiş, yani şu yoşuran septir. En ahırkı noktadan aytkanda Amerika bilen Jungo yeni uğraş meydanıga kirip geldi. Avvalda diqqat qiladigan bir taraf shuki, yeni vaqaga aloqador uchur cheklik bo'ldi. Amerika Jungo aloqador taraflarning o'tirisi tallash xarakterlik oshkorlash o'zlariga foydali taraflarni uchuri bo'ldi. Bu diplomatiya sohasi bir odat hisoblanadi. Adamsiz deniz astı üskünesi Jungo armiyasi sudan chiqarib elib ketgan kuni Amerika Devlet Müdafiə Ministerligi bayonot e'lon qilib, vaqani oshkorlab, Jungo taraf o'g'irlab ketdi deb aytildi va qaytarib berishni talab qildi. İki tarafning talash tortishi qonunliqmi emasmi degan masalaga markazlashdi. Amerika taraf xalqaro qonunlarga asoslanganda Jungo taraf qonunsuz bo'lib ketdi dedi. Amerika Devlet Mahkemesi'nin bayonotchisi John Kirby, Jungo harbiy taraf ochiq dengizda Amerika'nın suğu çök küçüğü adamsız üskünesini qanunsuz tutup qilib, xalqaro qonunlarga xiloflik qildi deb ko'rsatdi. Prezident Obama hükümetinin bayonotchisi o mundaq dedi. Prezident Trump belki Amerika tarixidagi kishilarning diqqatini qo'zg'aydigan prezident bo'lib qolishi mumkin. Bu ikkinchi mavzu, boshqa mavzu juma. O mundaq dedi. Prezident Trump belki Amerika tarixidagi kishilarning diqqatini qo'zg'aydigan prezident bo'lib qolishi mumkin mavzuli xabar 12 ayning 21 kun Vanbi torbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Tayvan Dongsun axborot shirkati 12 ayının 20. günüdeki xabarga asaslanganda Amerika'nın sobiq davlat ishlar kotibi Kissinger efendi 19 günü mundaq ko'rsatgan.
Rossiyaning prezidenti Vladimir Putin Rossiya davlat manfaatini sovuqqonlik bilan hisoblashadigan odamdir. Amerikaning prezidenti Donald Trump mushu fursatda Amerika tarixidagi eng muhim ulug' prezident bo'lib qolishi mumkin. Amerikaning prezidenti Donald Trump mushu tarixiy fursatda Amerika tarixidagi eng ulug' muhim prezident bo'lib qolishi mumkin. Kissinger da'vatida bu gapni. Kissinger Germaniyada tug'ilgan, zoti Jewishlardan bo'lgan diplomatdir. 93 yoshli Kissinger sobiq prezident Nixonning davlat ishlar kotibi bo'lib tayinlangan. Bu Parijda Kissinger Fransiya Parijda Vyetnam urushini tinch yo'l bilan hal qilishni ilgari surganlikdan 1973 Nobel tinchlik mukofotiga erishib, Amerikada peshqadam diplomatlar darajalik personaj bo'lib qolgan. Soğuk münasebetler urushi mezgildi Jungoni yeniga tartib, Sovetlar bilan qarshilashishni tashabbus qilib, Jungo-Amerika münasebetining normallashishiga asos solib, Jungolikning qadinasi do'sti deb nom atalgan Kissinger bugun endi prezident Trump Amerika tarixidagi eng buyuk prezident bo'lib qolishi mumkin deb atadi. Kissinger Kolumbiya radio şirketi muxbirining ziyoratini qabul qilganda bunday ko'rsatdi. Prezident Vladimir Putin Rossiyaning manfaatini aniq belgilab, Rossiyaning manfaatini qo'g'dadi. Prezident Vladimir Putinning nazar doirasi intayin keng. U Rossiyaning tarixida ko'p narsalarni o'rganadi, masalalarni tadqiq qiladi. Prezident Vladimir Putin Rossiyaning manfaatini sovuqqonlik bilan hisoblashadigan kishidir. Kissinger büyük diplomat değil. Hazır Vladimir Putin, Prezident Vladimir Putin'ni eğiz kaptı. Hem Prezident Donald Trump'ni Amerika tarixidagi ulug' prezident bo'lib qoladi debdi. Demak, bu odam ikki prezidentni, Rossiyaning prezidenti Vladimir Putinni, Amerika Qo'shma Shtatlarining yangi saylangan prezidenti Trump'ni eğiz kaptı. Endi bu yerdagi yana bir gap nima desanglar, 12 kuni Prezident Trump Tayvanning prezidenti Tsai Ing-wen bilan telefonda ko'rishganda, dal bu kishi sobiq davlat ishlar kotibi Kissinger apandi Beijingda Rais Xi Jinping bilan ko'rishgan edi. Ikkinchi kuni Rais Xi Jinping bilan ko'rishgan edi. Bu o'tirda nima suhbatlar bo'ldi? Matbuotga chiqmadi. Shunga bu to'g'ri bir narsa demaymiz. Bugun Kissingerning ham prezident Vladimir Putinni eg'iz qilganligi, ham Amerikaning yangi saylangan prezidenti Trumpni eg'iz qilganligi zada qandaq siyosiy arxiv ko'rinishga ega.